Xbet platformasining rasmiy saytiga kiramiz. Sayt ochilgach, ro'yxatdan o'tish bo'limini tanlaymiz. Bu yerda ro'yxatdan o'tishning mavjud usullari ko'rsatiladi. Telefon raqami yoki elektron pochta orqali ro'yxatdan o'tish imkoniyati mavjud bo'lsa, o'zingizga qulay usulni tanlang. Telefon raqamingizni kiritayotgan bo'lsangiz, raqamni to'liq va xatosiz yozing. Elektron pochta ishlatsangiz, faol elektron pochta manzilingizni kiriting. Keyingi qadamda hisobingiz uchun parol yaratamiz. Parolni o'zingizga qulay, lekin boshqalar topishi qiyin bo'lgan shaklda yarating. Parolingizni hech kim bilan ulashmang. Agar ro'yxatdan o'tish formasida promo kod uchun alohida maydon mavjud bo'lsa, kerakli promo kodni shu joyga kiritishingiz mumkin. Ushbu videoda promo kod sifatida bir Xbet Pro ko'rsatilmoqda. Barcha ma'lumotlarni kiritib bo'lganimizdan keyin ularni yana bir marta tekshirib chiqamiz. Ayniqsa telefon raqami va elektron pochta manzilida xatolik bo'lmasligiga e'tibor beramiz. Shundan so'ng ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Ba'zi holatlarda platforma telefon raqami yoki elektron pochtani tasdiqlashni so'rashi mumkin. Bunday paytda sizga yuborilgan tasdiqlash kodini tegishli maydonga kiritasiz. Tasdiqlash muvaffaqiyatli yakunlangach, hisobingiz yaratiladi va shaxsiy profilingizga kirishingiz mumkin. Hisob ochilgandan keyin profil ma'lumotlarini tekshirib chiqing. Shuningdek, platformaning amaldagi foydalanish qoidalari, shartlari va bonuslarga tegishli talablarni oldindan o'qib chiqish tavsiya etiladi. Diqqat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan.